ketsa bolani badani kuyadi, sog'lom to'qimalar ham kuyadi. Agar o'sha noto'g'ri hisoblansa yo kamroq nur berilib qolsa, o'sha kamroq o'lchansa, u nur ta'sir qilmaydi. O'simta baribir o'sib ketaveradi. Bilasizmi? Badani kuyib ketgan bolalar bor, oyog'i, qo'li kuyib ketgan bolalar bor nurda orqasidan. Chunki viloyatlardagi vrachlarimiz, shifokorlarimiz mutlaqo nur bera olmaydi. Mana shu yerda hamma bolalarni yana keyin nimaga olib kelishadi? Toshkentga yuborishadi. Toshkentda o'zi dabdala. Toshkentdagi o'zi nur chiziqli tezlashtirgich ham, keyin almisoqdan qolgan Cobalt apparatlari ham talabga javob bermaydi. Butun dunyo bolalar uchun haligi nurda eng xavfsiz ta'sir qiladigan, eng minimal darajada bolani hayotiga xavf tug'dirmaydigan nur apparatlarida qancha pul ketgan bo'lsa ham sotib olayotgan bo'lsa, biznikilar qachondan beri hali aytayapmanki, almisoqdan qolgan apparatlarida o'tirishibdi. Bitta ikkitasi yangilandi, qolgani o'shanda turibdi. Ramazonda ham mana shu katta agar zakot beradiganlar, xayr ehson qiladiganlar kelsa, o'zinikilarda terib qo'yishadi va 50 ga 50 ish qilishadi. Mana hurmatli onkogematologiyadagi hamkasblar, agar ozgina uyatingiz bo'lsa, shu nimalaringizni yig'ishtirishingizni xohlardim, chunki bunga shaxsan guvohman. Agar gaplarim xato bo'ladigan bo'lsa yoki sizni adresingizga noto'g'ri gapirib yuborgan bo'lsam, marhamat, mahkamada ko'rishimiz mumkin. Chunki o'tgan yili shunga o'zimiz ham guvoh bo'lib qoldik-da. Bittasi zakot olib kelib berdi. $500 20 ta bemorga tarqatib beringlar dedi va borib turib o'shani tarqatib berganimizdan keyin oxirgi xonaga kirib bitta bemorga berish esimizdan chiqib ketgan ekan. U qolib ketgan meni sumkamda. Uyga kelganimdan keyin qo'ng'iroq qilyapti o'sha kasal, opa sizlar zakot tarqatuvdilarmi? Ha, hammaga beribsizlar, menga bermadilar dedi. Keyin yo'q, sizga berdik desam, yo'q opa bermadi. Bilasizmi, to'q urgandek bo'ldimda, sumkamni ochsam kitobda orasida turibdi. Voy dedim, qizingiz kasal, og'ir edi-da qizi. Og'irligiga gap bilan bo'lib chiqib, hozir olib beraman dedimda, bilasizmi, hali yechinib ulgurganim, bir piyola choy ichganim yo'qdi. Zakotni olib yugurib borsam, bilasizmi nima deyapti? Nimadan bilib qopti? Ketganimizdan keyin bosh hamshira boshchiligida kirishganda hozir zakot olib kelishodi. O'shani $500 dan $250 ni отделениyaga